uyumni ko'ringlar. Muborak bo'lsin 2024 yili 7-oyda ag'a uyimiz. Bu mazmunni yo'llashdagi maqsadim uy olmoqchi bo'lganlar, uy bezmoqchi bo'lganlarga bir ozroq bo'lsa yordamim tegib qolsa ajab emas degan maqsadda yo'lladim. Nurg'unlar uy bezashda bek cho'ng ziyon tortib olsizlar. Birinchidan uyinglarni vaqtida putirib bermaydi. Ikkinchidan ishlatgan material intayin nachar. Uchinchidan uyinglarni sizlar o'ylagandek ko'nglinglardagidek yasab berolmaydi, ya'ni bezab berolmaydi. Shunga bu mazmunda demoqchi bo'lganim bu mening ikkinchi qatim uyimni jo'ngshu qilishim. Masalan, Sijuan bekatmoqchi bo'lsanglar, cho'qim maxsus Sijuan bilan aplashadigan yo'ldoshlarni taklif qilgan asosda Sijuanlarni chaplatqizinglar. Ikkinchidan maxsus tok o'ngshaydiganlarga to'kinglarni o'ngishtinglar. Uchinchidan maxsus par bilan aplashadiganlarni tepib, parlaringlarni amlashtiringlar. To'rtinchidan maxsus deriza amlashtiradigan yo'ldoshlarni tepib, derizanglarni amlashtiringlar. Beshinchidan maxsus mushu yog'ochchilik bilan shug'ullanadigan ishkop tatamilarni yasaydigan bir odamni tepib, mushu ishlarni qilg'izinglar. Chunki ularning kasbiy mushu bo'lg'ash, mushundaq ishlarga usta bo'ladi. Materialni o'zinglar berib deyishib akapasanglarmi bo'ldi va yoki o'zi deyishib akasimi bo'ladi. Mumkin qadar o'zinglar berib materialni o'zinglar tanlab beringlar. Chunki puxtaroq chiqadi. 6-dan maxsus uy aqlaydigan aqlamchilarni akab, mana mushundaq uyinglarni aqatsanglar bo'ladi. Chunki ularning kasbiy maxsus uy aqatadigan bo'lganligi uchun ko'nglinglardagidek chiroyli sifda aqatib beradi. Qushqashni mu qassob so'ysin deydigan gap bor ko'nglimizdan. Shunga biz bu uyning ishini bir odamga bermadik. Hamma ishni shu o'z ahlini topgan asosda necha yillik sijuanchi, necha yillik yog'ochchi, mushu bo'yicha odamlarni tep akab o'rinlashtirdik. Masalan, magan modiban bosadigan kishilar. Chunki bu modiban bosadiganlarning xizmati har kuni shu mush ish bilan shug'ullangan bo'lganligi uchun sifda siliq besib beradi. Shuning bilan mana shunday qilib uylarimizni putgan bo'ldik. Ko'rganinglardek shunday chiroyli sifda holatda. Lekin oppoq talishi tosh olmasliginglarni tavsiya qilman. Dog' bo'lib qolsa faqat chiqmaydi ekan. Yana birsi uyga sijuan tanlagan vaqtinglarda paqroq sijuan tanlashinglarni tavsiya qilman. Yaguan iliqindek paqirmaydigan sijuan tanlasanglar, dog' bo'lib qolsa yana o'xshash chiqmaydi ekan. Balkim bu mazmunimning sizlarga bir foydasi tegib qolishi mumkin. Uyinglar yo'q ahvol ostida hamon bir kuni uyinglarning bo'ladiganiga ishoninglar. Ajrim uchun yurganlardan birini besvatkash ko'ringlar. Men yana bir qatim uy bezash oldida turyapman. Texmi yaxshi bo'lgan mazmunlarni ham bahrlashga tirishiman. Masalan, mushu munchxonamnikidek paqirmaydigan yaguan chiqadigan sijuanlar bek ishtik mehnat bo'ladi ekan, dog' bo'ladi ekan. Dog' bo'lsa oson chiqmaydi ekan. Endi bu dog'larni chiqaradigan bir narsalar bor deydi ekan, lekin damalliqqa bizga o'xshash ishijiqlarga nisbatan e'tiborli chiqetgan bo'lsa, bu bek yaxshi ishdi deb o'ylayman. Anan ekan mushu oppoq tosh, bu toshning modig'i oson chiqmaydi ekan. Shundaq dog' bo'lib ketdi. Nurg'ulg'an narsalarni chechib baqdiq, sinjam bilab baqdiq, lekin bo'lmadi. Lekin mushunga o'xshash seriq tutqushlarni bekatmasliklarni tavsiya qilma. Rangi oppoq bo'lib, sat o'ngib ketdi ekan. Qaysi kuni tordan 4,5 ming safa saji elib ko'nglimdagidek kammidi degan videorimni ko'rgandan keyin ba'zan bir safa saji sotadiganlar hujum qilgan bo'ldinglar. Endi ma uy bezaydiganlar hujum qilib ketmanglar. Endi bu tor bo'lganlik uchun o'zimizning beshiga kelgan, yo'liqqan, ortiqchilikni, kamchilikni mana mushunda ham bahrlaydi ekanmiz. Chunki bir-birimizga yordamimiz tegib qolsa ajab emas degan maqsadda. Meningcha videorim pasib energiyalik video emas deb o'ylayman. Agar iqtisodinglar yor berib, faqat uy bezashga vaqtinglar bo'lmagan ahvol asosida cho'ngaroq uy bezakchilik o'rinlarga uyinglarni ko'tiraversanglar bo'ladi. Agar chanda iqtisodinglar yor bermaydigan, o'zinglarning vaqti bor holatda bo'lsanglar, bizga o'xshash bezitib sinab baqsanglar bo'ladi. Faqat o'ylagallarimni deb qo'ydim, to'g'ri bo'lsa qabul qilinglar, xato bo'lsa serib o'tkazversanglar bo'ladi. Safa sajirimni nachar keldi desam, hujum qilib ketgantinglar, endi ma uy bezaydiganlar var qilib ketmanglar. Bu mazmunimda hech qanday bir uy bezaydiganlarni bir narsa deganim yo'q. Bu safa sajinimi aniq dedim, balkim mening shundaq kelib qolgandi deb. Bu yerda qo'saq og'riqim yo'q, bani bor, yo'qni yo'q deyman. Safa sajidan men qat'iy rozi bo'lmadim. Yana birsi uyimning shilkagan vaqtda ko'rganinglardek, shundaq sifda yaxshi holatda, ko'nglimdagidek holatda chiqqan bo'ldi, shunchalik rozi bo'ldim. Endi bu sijuanlar kelgan vaqtda buni o'zim tanlagan. U xatolik, u savallik o'zimda. Shuningga sizlarga bir eskartish berib chiqarib qo'ydim. Unda biz foydalangan yerdan foydalanasizlar. Oxirida shu terisi satilish bitib qolgan, maysursiz sig'mayotgan, aynakka qarab biyaram bo'layotgan xonim-qizlarga yana o'xshash 3 xil mahsulotni tavsiya qilman. Sotganim to'g'ri emas. Asrash xarakterdagi mahsulot, maxsus terimni asrsam bo'ldi, yaxshilsam bo'ldi degan qizlar cho'qim bir yurish ishlatib ko'rib beqinglar. Videorimning ustida 1-2-3 mazmun 3 xil mahsulotdan bor. Ayrim asanglar bo'ldi va yoki cho'chonimga kirib bir yurish asanglarmi bo'ldi. Aran 75 qo'yga bir ay teringlarni asrash qilib beqinglar. Cho'qim yaxshi ko'rib qolsizlar. Maqla qizlar keyingi mazmunni ko'rishaylik. Davomli mana shunday aktiv energiyalik mazmunlardan bahrlayman.